Hobby. Mana ingliz tili darsida what is your favorite hobby deb so'rashganda my favorite hobby is playing football deb javob bergandagi o'sha hobby. Mani hobbiyim futbol o'ynashdir, rasm chizishdir. Balki men she'r yoza olarman. Bilaman, hammaning o'ziga yarasha qiziqishlari va hobbilari bor. Lekin meni bitta savol qiynayapti. Qanaqa qilib bu hobbini men rivojlantiraman yoki-da meni hobbim nima ekanligini qattan bilaman? Keling, bugun birgalikda mana shu savollarga javob olamiz. Video boshidan qiziqarli tuyulayotgan bo'lsa, kanalimga obuna bo'lib, albatta mehnatimni qo'llab-quvvatlash uchun videoga like bosing va sizning hobbingiz nima ekanligini izohlarda yozib qoldiring. Meni shu kungacha qiziqishlarim va hobbim tez-tez o'zgarib kelgan. Odamning qiziquvchanligi juda ham tez o'zgaradi. Masalan, men o'zimdan olib qaraydigan bo'lsak, orqamda turgan gitarani men 11 yoshimda yig'i-sig'i qilib oldirganman. Lekin bir hafta o'tar-o'tmas bu gitaraga ham qiziqishim bo'lgan. ChatGPTga hobbimni qanday rivojlantira olaman? Faqat o'ylab javob ber deb savol berganimizda, bu savolning o'zi juda qiziq. Chunki ko'pchilik hobbimni qanday rivojlantiraman deb so'raydi. Lekin asl muammo ko'pincha hobbining o'zida emas. Muammo uni rivojlantirish uchun qanday tizim qurishda. Men buni quyidagicha tushuntirgan bo'lardim. Hobbi rivojlanmaydi, uni rivojlantiradigan odamning odatlari. Hobbini rivojlantirishning 7 ta asosiy bosqichi bor. Nima uchun aynan shu hobbini yoqtirishingizni aniqlang. Juda kichik maqsad qo'ying. Faqat iste'mol qilmang, yarating. O'zingizni kechagi holatingiz bilan solishtiring. Hobbini hayotingizni bir qismiga aylantiring. Va oxirida eng muhim fikr. Ko'pchilik hobbini rivojlantirish uchun yangi texnika, kurs yoki ilova qidiradi. Lekin tajriba shuni ko'rsatadiki, eng katta farqni odatda qimmat uskunalar emas, muntazam mashq yaratadi. Gentle sway, the golden light. Mana yana bitta asosiy hobbilarimdan bittasi bu musiqa eshitish. Deyarli har doim. O'ylab qarasam deyarli har doim ashula eshitib yurar ekanman. Ko'chada ham, montaj qilayotganda ham, hattoki kiyim o'tganda ham. Bu meni kayfiyatimni ko'taradi, o'zimga bo'lgan ishonchimni oshiradi va ishimni tezlashtiradi. Kelinglar, ko'rib ichamiz. A fiery glow, painting skies with you. Ha do'stlar, sarguzashtlarimiz mana shu joyda o'z nihoyasiga yetdi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimga obuna bo'lib, videoni hobbisini sevadigan do'stingizga jo'natib qo'yinglar. Ciao. Mana birinchi kadr, boshiga oxirgi kadr bo'ldi. Endi bir rolani yig'tirsam bo'ldi. Просто bir rol kerak. Harekatda faqat beat yoki best target. Kelinglar, ko'rib ichamiz. Использовать. Всё, красавчик надо было.